Qaranglar azizlar, O'zbekistonimizni barcha go'shalarda aziz bir chiroyli insonlar chiqqan. Mana hozir biz ham Arab mozor qishloqida turibmiz. Tashlaq tumanga qaraydi. Sardor domla, pashti butun dunyo taniydi. Sardor domla mahallasiga kelganmiz. Mana shu ko'rib turgan uchastkalarning sotuvga qo'ydik. 4 burchak 12 sotik. Chegarani bitta aytib beraylik aka, o'ng qo'ldagi Shilaka buloydan boshlanadi, to'g'ridagi paxsagacha, bu chap tomoni mana bu teplisaga 1,5 metr yetmaydi. 12 sotik, shu o'rtada bir 2 mashina shag'al bor ekan, shuni bonusga berib yuboramiz deyapti egalari. Oldidan ariq o'tgan, keyin bu tomondan ham ariq o'tgan. Obod mahalla, asfalt kelyapti, u yerda ko'rdik. Simtolalar kelgan, yangi stablalar ko'milgan. Suv bilan svetdan umuman muammosi yo'q, dokumentlar tayyor turibdi notariusga. 1 sotigini $1200 deyapti egalari. Kelib bemalol joyni ko'rib, dokumentlarni tekshirib baraka qilishlari mumkin. Farg'ona uy-joy sizlarga shunaqa chiroyli joylar topishda davom etadi.